Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'maqatili xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Xivoda, Irdimzonda ekan. Nom ko'chadi bu yer. Tutzor 77. Tutzor 77-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizga 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik. Bize bir yarim oy oldin shu xonadonni отопление etib ketdik. Shu xonadondan ko'rib, normal ishlab turganini ko'rib, bizga murojaat etdilar. Xudo xolasa bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizda bir dana shu o'zini cho'yin batareyasi bor ekan. O'zini cho'yin batareyasini qo'yib berdik. Qolgan hamma narsalarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizda 7 yere batareya qo'yib berdik. Общий 6 yere batareya qo'yib berdik. 8 tochka bo'ldi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasanızlar, inshirlatib, chiroylatib, отоплениyalarni ko'rsatib boraveramiz. Ag'a, bu yoqina uyning egasi, shu batareyani ushaverasizmi ichanda qiziqmi ekan? Issiqqina. Etken işimiz makulmu? Esa ag'a 1 yilcha garantiya shu отоплениялari. Yine hamyurtlar ko'rib tursalar, telefonam gap qoldi, noqulay vaziyat bo'ldi. Yine bizda nelaringiz bo'lsa, masalan, sal eldiroq aytsangizlar, qo'ldan kelgancha sovuqdan eldan chiroylatib o'tirib boramiz. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shovat kotelini ko'rsatib o'tsam, yine kotelimizni ishlash jarayoni, yine sizlarga yonishini ham bir ko'rsatib o'tsam, kotelimiz ham normalni yonib turibdi. Ishlashlari, yonishlari hammasi normalni. Yine şu yanışında yine hazır 50 gradusda tutup turttu yine. Yine şu yanışında yine. Hazır şu sağan kömürü tahminen ebitten ki sattık 2'lere gitedi. İçinde tahminen bir 7 kilo aladın kömür var. Azanda ağzı saat neçede sal verdiniz ağa? Saat 8'de salgan kömür 6-7 kilo 2-3'lere yetedi inşi xudo xolasa. Şunu bilen bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakununa yetdi. Ag'a esa inshot отоплениyaga 1 yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa bemalol aytaverasiz ag'a. Yine yurtdoshlar ko'rib tursalar, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlaganmiz. Yine signalkasini ham to'g'ri otizaq quyodon etib planlashtirdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.